Ushbu videoda sklad qismini полностью ko'rib chiqamiz. Xo'p, sklad qismida skladda tamomila bor hamma tovarlarni spisiga bo'ladi. Xo'p, o'sha spisigini ko'rish uchun biz shu yerga kelib turib 30 tani bossak, 30 tagacha bo'lgan tovarlarni spisigini pastga yurg'izib ko'rsak bo'ladi. Va bu yerga sig'maganlarni ikkinchi qismiga o'tib turib ham tekshirsak bo'ladi. Xo'p, boshlanishga qaytamiz. Undan tashqari sklad qismida qidirish bo'limi bor. Shu joyda har qanday tovarni qidirib olsak bo'ladi. Brus yozganim bilan brus brak, brus qirg'iz, ya'ni hamma turlari kelib chiqdi. Skladimizda bor. Undan tashqari partiyalarni tanlab olsak bo'ladi, ya'ni kelgan partiyalarning nomi bilan. Misol uchun Reyka 2540 faqatgina o'sha partiyani ma'lumotlari chiqib keldi. Mahsulotlar, ya'ni produktlarimizni turlari bilan topsak bo'ladi. Faqatgina stropilova kerak bizga. Xohlasak faqatgina taxtalarni chiqarib olishimiz mumkin. Undan tashqari qarz beruvchilarni qismi bor bu yerda. Misol uchun Sharifjon taxta bizga qanday tovar berganligi haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Xohlasak, misol uchun Hoji Mahsumnikini ko'rishimiz mumkin. Bizga mana Reyka va taxta qirg'iz ushbu qarz beruvchidan kelgan va jadvalimizni shu qismlarda to'liq ma'lumot bor. Misol uchun Reyka 2540 ming qaysi tovarga tegishli ekanligini bu partiyani ko'rsatib turadi bu yerda va qaysi qarz beruvchiga tan narxi sklad bo'yicha qancha, nechta dona bor va jami narxini ko'rsatib turadi.